بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى Qarang'uliqi alemni qoplagan kechi bilan qasamki, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى yo'rug'an chog'diki kunduz bilan qasamki, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ayolni yaratgan zot Allah bilan qasamki, إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى sizlarning amalinglar shak shubhisiz xilma-xildir. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى Pul melini Allah'ın razılık üçün sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى onunğa biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى Bexillik qilib, Allah'ın savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى biz onunğa yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى U davzaqqa tashlangan chaqda uning meli hech narsaga asqatmaydi. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhisiz biz mas'ulmiz. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى Dünya ve ahiret shak shubhisiz bizning ilkimizdir. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى Sizlarni lavuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى Onunğa faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kirdi. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى Paklanish uchun mol mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan, ya'ni o'tdan yiroq qilindi. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Rabbining roziligi uchundir. ولسوف يرضى U, ya'ni ihson qilguvchi odam Rabbining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi.